Assalomu alaykum akalarim, ukalarim, Xudo xolasa Qarshilarda o'sha oldingi videomizdagi Labo 75 akalarimiz Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurishganda akamizga mana bortli tentli furgon ma'qul bo'lgani uchun ko'rib turganingizdek akamiz ishlarini tez muddatda sifatli va a'lo darajada qilib bitirib berdik. Xudo xolasa buni balandlik keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.55 qilib berganmiz. O'sha davlat standartlari va harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda. Akalar buni kabinasidan tom qismi tepagacha necha razmer deydigan bo'lsanglar 50 bo'ladi. 50-52 sm da chiqib turgan bo'ladi. Xo'p, orqa tomoniga e'tibor qilasizlar. Orqa tomoni mana rossiyskiy furnituralardan qo'yib berganmiz va kechqurun atrijat qilishlik uchun atrijatli nakilakalar qilib berilgan. Akamizning xohishlariga binoan mana bamferlarini qilib berganmiz. Glansli kraskalarga kraska qilib bemalol oyoq qo'yib chiqsanglar ham bo'ladi va mashina uchun zashita bo'ladi. Akalar, hozir ichki tomonini ochib ko'rsatamiz. Ochilish yopilishlari juda ham bir mягкий ishlaydi. O'zi ilib oladi. O'zining maxsus qulf kalitlari ham bor. Ochamiz. Mana ochganimizda sizlarni bitta chiroyli bitta xona kutib oladi. Obshipkasi keladigan bo'lsa, obshipkasi oldi, ikki yoni va poli 6 mm lik pressovniy faner bilan obshipka qilingan. Va mana patologiyaga e'tibor qilasizlar. Patologlari va eshigining ichkari qismi 4 mm lik pressovniy rossiyskiy birinchi sort faner bo'ladi. Akamiz o'zlariga yoqqan plafonni qo'yib olar ekanlar. Mana ko'rib turganingizdek sirlarini tashlab ketganmiz. Germetikalari nima deyapti akalar? Germetikalari akkuratni qilingan. Samarezlariga ham e'tibor qilinglar. Har bittasi bitta liniyada 1 cm 2 cm ga ham o'ynab ketmagan. Har bittasi millimetrgacha to'g'ri qilingan. Oldi tomonda mana ko'rinishlari. Ushbu karkasimiz shu laboyimizdagi pol qismidan yasalgan. Nega pol qismidan deydigan bo'lsanglar, mustahkam bo'ladi va baquvvat bo'ladi. Ishonchli, sizlarga ancha yil xizmat qilib beradi. Yopilishlariga ham e'tibor qilasizlar. Yopilishlari mana juda ham bir chiroyli. Agar mashinani eshigini ochib yurishga to'g'ri kelsa, mana o'zining maxsus fiksatorlari bor. Yon tomoniga o'zining ilgigi bor, yon tomoniga qistirib qo'yasizlar. Tentlarimiz, nima deyapti akalar? Tentlarimiz misoli baraban bo'lgan, hech qayerda g'ijim joylari yo'q, bir tekisda qilib berilgan. Mana choklariga ham e'tibor qilasizlar. Tent tikish ham bunaqa bo'ladi. Allohning fazli bilan Xudo xolasa akamiz ishlarini bitirib berdik. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan-da sifatli va bundan-da chiroyli va tez muddatda ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmanglar.